qilib ochiq o'limga yo'llab berdi. Bu zo'ravonlikda ayollardan 180 ayolni Turkiyaga, ayol aralashtirib 145 odamni Xitoyga yo'lga soldi. Qelib qolgan 110 kishini Taylandning har qaysi turmalarida qoldirib, bizga dunyoning 3 bo'limi kuchi yetkichi zulm qildi. Bu fojiali qismatdan keyin bolalar yetim bo'ldi. Ayollar tul qoldi. Ba'zi qarindoshlar o'lib ketdi va ba'zilar zolim Xitoy turmalarida umrlik mahbus bo'ldi. Ammo bu qora kun, ash kunlardan boshlab mana hozirgacha davomlashib kelmoqda. Bizga o'xshash yo orqaga yo oldiga mang'amay qilib qolgan bir turkum Uyg'urlarni Tayland saqchilar xolagancha bulab, yenimizdagi pullarni tortib oldi. Bizga qo'ldan kelgan zulm sitamni qildi. Shu kunlarda biz zolim Xitoyning o'rinlashtirishida odatlik qamoqxona, alohida turma, maxsus jazo rayoni va har xil musofirlar lagerida turib keldik. Bu jarayonda Tayland saqchilari bizni cho'ng kichik demay, qip-yalang'och qilib gimnastika ishlatdi. Hatto har kun yotoqqa kirmoqchi bo'lsa, qip-yalang'och qilib yotoqqa ilib kiratdi. Jazo lagerida Taylandning pish-pish issiqida chiroyimizga qarmay surkab, oftobda o'ltirg'izdi. Yomg'ir yoqqan kunlar bo'lsa, bizni turmaning maydoniga chiqib, yomg'ir suyida laypatqoq bo'lgan yerda dumulutib, odamga qilmaydigan muomala va zulmlarni qildi. Biz bu qorong'u kamerlarda zanjir kishan bilan uzun turib, put-qo'llarimiz yirigidab ketdi. Ozroqli xatolik sodir qilsak, shuni bahona qilib, yarim metrmi kelmaydigan ig'ir zanjirni ikki odamning birdan putiga silib, uzun muddat bog'lab qo'ydi. Saqchilarning qilgan zulmi oz kelgandek, turmadagi boshqa hayvon kabi ayolsimon erlar saqchilarning kuch ko'rsatishi bilan 3-4 odamga 100 dan ko'proq odam urush ochdi. Bundaq cho'ng urushlarda qo'llarimiz sunib, boshlarimiz yerilib, hatto böbrek kasallarga yo'liqdik. Musofirlar lagerida g'olchilar, saqchilar bilan birlashib, bizni ko'p qitim tayoqqa qo'ydi. Ondan sizlar qoidaga amal qilmadinglar deb saqchilar ayrim jazo berdi. Bu yerda hamma odam normal holatda yuriydi. Ammo biz Uyg'urlarga turmadim o'xshash, saqchixondim o'xshash, hatto ko'chmanlar tutib turish o'rindim o'xshash farqli nachar muomala qilindi. Bo'libmi ko'chmanlar qamoqxonalarida hamma odam o'zining telefonini xuddi sirtda ishlatgandek ishiltidi. Ammo bizga har qanday vosita bilan aloqa qilish cheklanadi. Bizni qamoqxona yotoqlaridan 2 oyda bir almashtirib turdi. Har qitim yotoq almashganda hamma narsalarimizni yerga tashlab, ko'p narsalarimizni ilib oladi. Odat ko'chmanlar qamoqxonalarida yotoq aqtirish bo'lmaydi. Ammo saqchilar ayrim bizni hamma odamning oldida paskashlarcha aqtirib, narsalarimizning hammani chuvib tashlaydi. Agar biz uchun Taylanddagi musulmonlar yaxshi niyatli tamoq yoki turmush buyumlarini akelsa, saqchilar nadiki yo'qlan bahonalarni qilib bizga bermaydi. Muhojiratdagi qarindoshlar avatib bergan pullarni biz bir amallarni qilib yoshirin ekirgizib, shu o'zimizning puliga tamoq buyursak, tamoqni yotoq darvoza oldidan ekirib bergani uchun ayrim ish haqi oladi. Bu qamoqxonalardagi narsalarni sirttikidan 3 qimmat bahoda sotadi. Bu yerda uzun turgan har qanday kishi Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga panohlik iltimos sunib, 2 oy ichida ma'qullik kinishkasini qo'lga ilib, shu kinishka orqali $1500 ga kepillik chiqa oladi. Agar kasal yoki yoshga cho'ng bo'lib qolgan kishilar bo'lsa, hech narsa bo'lmasimi kepillik chiqa oladi. Ammo bizning Uyg'urlar uchun Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga qayta sunilgan panohlik tilash iltimosimiz necha yildan buyon tasdiqlanmadi. Yoshchi cho'ng akillarimiz yoki kasal bo'lib qolgan qarindoshlarimiz ko'p qitim kepillik chiqish iltimos sungan bo'lsa-mu, rad qilinib keldi. Biz boshqa millatlarga o'xshash hamma Uyg'urlar bir yerda tura olmaymiz. Halol tamoq bermaydi. Ota-ona yoki urug' tuqqanlar bilan telefon yoki xat aloqasi qilishimiz saqchilar tomonidan cheklanadi. Kasal bo'lsak davolamaydi. Biz bu yerdagi boshqa mahbuslarga o'xshash normal mahbus sharoitiga ega bo'la olmaymiz. Mana shuningdek qiyinchilik ustida hayot kechirmoqdamiz. Taylandning har xil qamoqxonalarida sharoiti va tamoqi intayin nachar, yotoq ichi qorong'u, kun nuri tushmaydi. Qamoqxona kichik, ammo mahbuslar nurmidan nechasi ko'p odam birga turib, uzun yil chaqchuq ustida yotganlikdan har xil kasalliklarga yo'liqdik. Bu kasallar har xil qishqoq, badan bo'shish, so'ngak shalanglashish, bo'g'imlar qetib-olish, ko'z ko'rmaslik, böbrek kasalligi, o'pka kasalligi, to'liq qo'rqishdan yurak kasalligi va ushayroq kasalliklari, hatto nerv kasalliklariga duchor bo'ldik. Asos jihatdan barliq Uyg'ur mahbuslarda psixik kasalliklar mavjud.
Yuqorqi kasalliklar ko'p qatim turma soqchilariga inkos qilingan bo'lsa-mu, faqat uyqu dorisidan boshqa dorilarga erisholmay davomli kasallik azobini tortib keldik. Agar men Taylandda har bir zulm tortayotgan qarindoshlarimning ahvolini ayrim-ayrim so'zlasam, bularning qiyinchilik ahvolidan bir roman putidi. Muhojiratlik qarindoshlar, men bu zulmlarni mushunchalik so'zlay. Mana bu 10 yilga so'zilgan zulmlarning hammaga ma'lum bo'lmagan turlar qatoridan. Dunyodagi turmalarning oldingi qatoridan bo'lgan musofirlar lageri hayoti. Har bir anglovchiga nisbatan ular turmada emaskan. Musofirlar lagerda ekan deydigan ko'z qarashda bo'lishi tabiiy. Lekin sizlar oddiy sanaydigan Tayland soqchilari qilayotgan Uyg'urlar ustidagi zulm va azoblar dunyodagi birinchi darajalik nachar turmada berilgan jazolardan nechasi ortiq. Men yuqorida so'zlab o'tgan ishlar hargizmi mubolag'a yoki to'qilma hikoya emas, balki bular amaliy bo'layotgan zulmning bir partisi. Yuqorida bayon qilganlarimga oldi bilan hammadan xabardor Allohni, ondan bu yerdagi turli zulmning ta'min etayotgan qarindoshlarni guvohchi qilaman. Bu jarayonda biz bir-birimizga umid bo'lib, ulug' Allohning cho'qim nijotlik beradiganligiga umidli bo'ldik. Alloh har narsaga qodirdir. Hikmatlik Allah inson hayotini bir-biriga bog'lab hayot musofasini davom etkizdi. Shuningdek, bizning bu zulmdan qutulishimizga o'z qavmimizdan bo'lgan har xil faoliyatlarni elib berayotgan ustozlar, diniy olimlar, siyosiy rahbarlarning sabab qilishi bilan cho'qim bir kuni ozod bo'lamiz degan orzu umidda bo'lib keldik. Ammo bu orzuyimiz orzu bo'lib qolaverdi. Biz bo'lsak faqat unsiz yig'lashlarimiz bilan duo qilishdan boshqa hech iloj qilolmadik. Hozir bizning Tayland turmalardagi umumiy sonimiz 50 atrofida. Bizning asosiy tutib turilish sababimiz Xitoyga qaytarilsak o'lim xavfi bo'lganligi uchun Tayland hukumati 3-chi bir davlatga o'tkazib berishni maqsad qilib bizni tutib turyotdi. Bizning asosiy demoqchi bo'lgan so'zimiz shuki, dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarimizdan umid bilan so'raymizki, qo'linglardan kelishicha tirishib, bizning bu uzundan uzunga so'zilgan zulmdan qutulishimizga yordam qilishinglarni umid qilamiz. Qanday yordam qilish ishini sizlar yaxshi bilasizlar. Munosabatli mas'ullar bilan birlikda bir faoliyat ilib borsanglar natija bo'lib qolgusi inshaalloh. Sizlardan kim moddiy va ma'naviy yordam qila olsa shu yordamni qilsa, hech bo'lmasa duo qilib bo'lsin yordam qilishinglarni so'raymiz. Rabbimiz sizlarning shu qilgan yordaminglar sababli bizni asirlikdan qutuldirib ozod qilib etgay. Amin. Hurmat bilan Tayland turayotgan qalbi sunuq, chiroyi so'lg'in, ko'zlari qonliq yosh bilan to'lgan zulmdagi qarindoshlar. Pat yaqinda sizlar bilan xushallik yoshlarini to'kib, osmoni ochiq bo'lgan pokiz o'rinda yuzma-yuz ko'rishishni taqozolik bilan saqlamoqdamiz. Oxirda barliq g'ariblikdagi asirlarning salomini ilik olg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.